Oldingiz aka. Salomat bo'ling. Keling aka. Yaxshimisiz? Zamonaviy tipdagi molxonalar qurib bitkizsizlar, ha? Albatta aka, xudo xolasa inshaalloh yana bitta zamonaviy, mustahkam 15 ga 40 obyektimizni qurib bitkizdik, mol firmamizni. Demak, bu zamonaviy molxona hisoblanadimi? Albatta. Tepasi ochiq qoldirdi. Sababi buni havo filtrlab berish uchun. Gazlar ko'tariladi. Yaxshi bo'ladi. Havo aylanishi yaxshi bo'ladi, gazlar filtrlanadi shu. Bu yo'lag ham anchagina keldi, menimcha. Bu yo'lag'imiz 330 masofani tashkil qiladi. Bilasizmi nimaga? Nima uchun bunaqa? Keling, shuni sababini kommentariyga yozib qoldirsin. Obunachilarimizga qo'yaylik. Agar tushunmaganga direktdan yozsa, javobini beramiz. Albatta. Hozirgi paytda narx-navolar qanday hisoblanadi? Xo'p, narx-navolar endi yana ham xalqimizga soddalashtirib, arzonlashtirdik. O'zbekiston bo'yicha aslida bu narxlarimiz 170 ming so'mdan 250 ming so'mgacha hisoblanardi. Endi usta olib ket, tunuka olib ket, shipra olib ket, unaqa narsa bo'lmaydi. Aloqaga chiqishadi. 1 kvadrat metrini 170 ming so'mdan 180 ming so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston rasprodaja e'lon qilamiz O'zbekiston bo'yicha. Hozirroq telefon qilsa, mana shu vaqtda albatta aka, pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xizmatlarimiz respublika bo'yicha xizmatdamiz. Xo'p, sog' bo'linglar.